Bir mü'minde bo'lmaslikqa tegishli qiliqlar. Qari chaplash. Birovga tuhmat qilib, qilmagan ishini qildi, demagan gapni dedi deb, uni qaralash eng chong gunohlardan sanaladi. Chunki gunohsiz kishilarni qaralash uni tirik tug'izib o'ltirganga o'xshash bo'lib, bu qarlang'uvchilarga oqibatini tasavvur qilib bo'g'isiz ruhiy azobni, chidog'isiz hasrat, nadomatni elib keladi. Qaram bir saxtipaz aytgan bir qitimliq yolg'ondan kelib chiqadigan ziyonning doirasi kengaygan sari uning Allohning va xalqning oldidagi jinoyati hassilab oshidi. Ayollarga tuhmat chaplab, ularning oilasini buzgan tuhmatchi bu qilmishlari bilan insoniyatga qanchalik og'ir ziyon solgan bo'lsa, uning jazosi mo shunchalik og'ir bo'ladi. Hozirgi Uyg'urlar orasida o'zi bilan bir fikrda bo'lmaganlarga, o'zi bilan qarshilashganlarga munofiq, Xitoyning jasusi deganga o'xshash tuhmatlarni chaplash, hatto ma'lum jihatda o'zidan eshib ketganlarga xohlagancha qarchaplash, qilmagan gunohlar bilan ayiblash xohishi ko'payib qoldi. Bundoq bo'lishi qari chaplag'uvchilarda taqvolik darajasining nolga tushib qolganligi va qari chaplashning gunohini oddiy sanaganligidan bo'lsa kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq degan: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Yani ayol musulmonlarga qilmagan ishini chaplab, ularni ranjitadiganlar o'zlari chaplagan shu tuhmatni va ochiq gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi. Facebook, WhatsApp, Instagram qatorliq ijtimoiy uchur vositalarida odam tillash, kishilarning aybini echish, ularning obro'yini to'kishga urinish qatorliq qilmishlar qari chaplash, g'ayvat va suxanchilik tusini olgan cho'ng gunohlar bo'lib, bu o'zi mansub bo'lgan dinning amr farmonlaridan va axloq prinsipidan parvosiz yashayotgan insonlardan sodir bo'lmoqda.